Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada Sadaka Rozi, Washington'dan sözleyimiz bugünkü islağa. 2023 yıl 11. ayının 21. günü heptigi seyşembe hürmetli vatandaş. Vaziyet diyen acayip narsa. Ben sizge keçidim biri teyyarlık kılıp şiki. Orijinal leksiya teyyarlap kelgen idim. O bekar bolup ketmedi lekin yani sizlarga so'zlayman vatandaş. Bunun ma'nosini nima desangiz, hozir Johnson Joy'dan bir parcha video filmi keldi. Mavzusi nima desangiz, bunun mavzusi Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Jungoning do'stligini madihlaydigan Jungo matbuotlari bugundan boshlab madihlashni to'xtatdi. Üstünü gülleti sizge nimi degen tok Ivan Medres. Sabık Prezident Obama devirdiki Aksaray'ın yukarı derecelik emeldarı. Nemi dedi ya bir hafta ya iki hafta davamlışıdı. Amerika Jungo işki devletinin şirin ayları degeni de vatandaş bana bugün bu geldi ya. Eğer Johnson Joy'nin gibi rastlı bulduğum olsa bugün bu yitip geldi. Şunu deymem ben keçidin biri sizge teyyarlığın iki parça leksiyemnin mazmunu emni sözümü sen bulmaydı emgah kıldım ne vatandaş. Bir keçidi yak bir saatin içinde özgürüp gitti degen vatandaş. Lakin bir yerde bir hakikat kalıp kaldı. O nima desiniz? Amerika Qo'shma Shtatlarının Vanshida şirketi. Buna İngiliz ismini izlep tapamadım. Bir karasam Mastercard depti. Şu bankadaki kart, elim, birim, kirim, çıkım degenlerden hesaplaydığı işime banka tertibinde haberim yok. Beni geçiren vatandaş. İngilizce Mastercard dep şu Vanshida degen şirket şu mu olmaz mı bilmedim. Hazır Jungo Kompartiyası bu şirketinin yani pul muamele şirketinin Amerika Qo'shma Shtatlarının pul muamele şirketinin Jungo bozoriga kirishini tasdiqlagan gap vatandaş. Bu şirketin bütün dünyada 200'den ortiq davlat organi var ekan. Bu katta gap. Demek Xudo bu şirketga bergan, Amerika bu şirketiga bergan huquq, kontrol. Bütün dünyani. Şununla keçip yurgan, yoq deb yurgan, ma'qul demagan Jungo bugun tasdiqladi. Jungo ham Mastercard yoki Vanshida şirketining organlarini, tarmoqlarini, kuchini, iqtisod kuchini Jungoga elib kirdi. Jungo pul muomala bozori. Qandaq bo'ldi? Tertipga keldi. Qo'polroq bir jumlani bu yerda ishlatmay turaylik. Tertipga keldi. Amerikaning bu şirketi Jungoning pul muomala sistemasini harakatga keltirdi ve uni tertipga soladi degan gap. Chunki Jungoning pul muomala sistemasi qosh bilan kirpik orlig'ida qolgan edi vatandash. Jungo iqtisodi gumron bo'lib tunigan dedik-ku. Bir Shenzhen ülkesiga kirayında 3 milyon adam iş yok, iş izlep talağı çıkıp ketdi dedik-ku. Şu derece kelgen ekan Jungoning pul muomala bozori, pul muomala sistemasi qosh bilan kirpik orlig'ida qolgan edi. Nimidan? Gumron bo'lishdan deyli. Bir Amerika Qo'shma Shtatlarining Mastercard Vanshida şirketi Jungoning pul muomala bozoriga kirdigan bo'ldi. Buni Jungo Xalq Bankasi bilan pul muomala organlari nazorat komiteti tasdiqladi. Shundami? Men endi boshqa qaytib kelayin ha, shu so'zim bo'yicha, dalilim bo'yicha. Johnson Joy ana turtaq ma'no ochmadim men kompyuterimni men ko'rdim mushiti. Ayani birisi yollaydigan kompyuterimni shundan qarasam lappadi chiqib qoldi. Jungo Amerika munosabatini madihlash bir hafta davomlashib to'xtab qoldi. Enin keyin yana bir jumla bor. O jumla nima? Rossiya Federatsiyasi prezidenti. Rossiya Federatsiyasi davlati. Jungo o'zini biroqla Rossiya tarafga otdi yoki Rossiyani quchoqladi. Bu Johnson Joy'ning so'zi vatandaş. Endi sizlarga leksiyamizda davomlashtiraylik, anglang bu leksiyani. Jungoga dert üstüge dert geldi. Walmart ta'minlash liniyasi Jungodan chekinib chiqdi.
zor özgürüş Cungo'ga yetip geldi. Mavzulu xabar 11. ayının 20. günü Venbi Tor betidi ilan kıldı. İlan kılındı. Ma doppan beşimde tuğumu diye vatandaş geçirin hemen bir almıştırıp kiyeydi sen. Anam no çın turduğunam no çısmış o doppan. Çaşkamagan diken başta. Nime dedik? Bunu okup bilmesen bo'lmaydi. Okup birib tahlil qilib, bir tarafdan tahlil qilib, bir tarafdan o'qiymiz. Sabab nima desangiz, vatandaş bu. Evet, sizga bir paketni topshirib, o paketdan tahlil qilishimiz kerak. Ko'zni yumib olib, og'zimizni so'zlaydigan odamlar emaslar biz. Paket ve sizni hurmat qilish, paketni hurmat qilish asosida leksiya so'zlashimiz kerak vatandaş. İntayin zor signal. Walmart Jungo'dan çekindi. Setpeleş merkezini Vietnam'a yetkep geldi. Setpeleş nime Jungo şirketleri işlep çıkardı. Yenik sanat işlep çıkardı. Eğer sanat işlep çıkardı. Bu işlep çıkarılan materyal, mal ve maddi boyumla kayergi setiliş gerek vatandaş. İkinci bir devlet ki Jungo'nun bazarı işki bazar bunu kabul kılanmaydı. Negi setiş gerek? Çet elge olgan yani kimge? Amerika koşmuş ştatlarga. Bu ne? Bugün günde Jungo'da setip aldığan birden bir şirket. Belki bu şirket hemmeden burun Jungo bazarıga kirgen şirket. Şundakla bu şirket hemmeden keyin Jungo bazardan çekinip çıkan şirket buluşu mümkün. Çünkü Angliya doğru sözüldüğünü şunakma. Bugün hem de olmat desiniz. Bunu hem de iqtisadi cehette setebeliş küçü acizrak adamlar Amerika'da devamlı yürüydiğen bir dükkan ya ki bir Uygur tildeki magazin bir şirket. Hazır muşu şirket Jungo'da endi setebeliş küçüne yukarı meselelerden setebeliş merkezini Jungo'dan Vietnam'a yetkedi. Bu intayin dehşetlik signal deyip de hem zor signal deyip de vatandaş. Jungo'dan Vietnam'a yetkeldi. Biran bu şirket mesela değil, yine bir çoğun şirket Jungo'dan ayrıldı. Bu Walmart ayrıldı. Bradley şirketi, Avantgard meblağ şirketi, ne Jungo'dan çekinişe erişip Walmart hem Jungo'ga elveda dedi. Bu yıl kış Jungo için aytkanda şevirgallık, qattiq soğuk bo'ladigan qish bo'lib qoldi. Jungo'ning iqtisodiy ahvoli nima turgan so'zildi. Yani qo'shimcha deyli. Hozir qani deb savol qo'ying. Xenda şirketi qani? Uy imorat. Biguven şirketi qani? Uy imorat. Tunigin nima yana bir şirket hozir og'zimda bor, shuni men unutib ketdim. Mayun. Va bir kahve o'xshaydigan bir odamiz, nayta boy odam ekanda, bu hozir Xitoyda. Mayun, bir kuni Yaponiyada, bir kuni Singapurda, bir kuni yana bir yerda mushundaq yo'tkilib, aylanib jüdiyor, lekin bu nayta chaqqonlik, chabdaslik bilan o'zining Jungo'dagi manqulat mal va pul bisotlarni hammasi naq pulga aylantirib, Jungo'da qochib chiqdi degan gap keldi. Bu qochib chiqishdi Yaponiya keldimi yoki Singapur ketdimi, bu tarafi noma'lum. Lekin qochib qutula olgan, hozirgi ahvolda Jungo'dan qochib qutula olgan bir şirket Mayun şirketi. Alibaba şirketi. Shundaqmi? Hozir bu şirketlar Jungo'ning iqtisodiy ahvoli shu bilginimiz shu deyli. Mesela Walmart çekindi deyli. Nima deb ayıplaymiz vatandaşım? Amerika düşman kuchlar, fanxoshili Jungo'ga qarshi turgan kuchlar. Shuni chekindi Walmart. Bu dehonlar fikr qilishga hozirgi kunda. Xitoy dehallar qildigan fikir qo'y vatandaşım. Walmart demiş ki, senin hazır bazar, mesela Jungo bazarının muhimliği bazar deyimiz, bazar bosul hesap emez. O bazarın seteveliş küçüğü var mı yok mu? İctimai, iktisadi seteveliş küçüğü var mı yok mu? Gepmeye de. Eğer o seteveliş küçüğü zahmelengen bolsa, yok olgan bolsa, Walmart'ın bir yer turuşluğun hiç kandak zürürlük kalmadı da vatandaş. Demek sen bu bazarın seteveliş küçüğünü başka adam emez, üzen yoktun. Birinci o bamlık veren, bugün savdo ticaret münasebetini bozup taşıldın. İktisadi bağda geldiğini bozup taşıldın. Kayni vatanperverlik kanunu, casuslarını tutuş kanunu,
Cemiyette umumyüzlük olamanca tekşiriş kanunu degan siyasetlerni yol koyup, chet el şirketleri çoğuştup etti. Hazır qarab turib bir şert. Hazır bir selektor bakaylı. Amerika'nın en dangdar şirketi Walmart tünügün Jungo'dan çekindi Vietnam'a ketdi. Lekin şu esnada hazır dedik Amerika'nın Mastercard. Vanşida şirketi yani pul muamele şirketi Jungo'nun bazarına girdi. Neymiş ki bir Amerikalık Jungo'dan kaçırdı. Neymiş ki bir Amerikalık Jungo'ya girdi. Sual koyup bakın ha vatandaş. Qarang, Walmart ketdi, Vietnam'a ketdi. Bugün Amerika'nın vanşida Mastercard banka pul muamele şirketi Jungo'nun bazarına girdi. Qanday hikoya bor vatandaş bir tahlil qilaman vatandaş kuchim yetmadi meni. Ahirdan Walmart Jungo'da g'oyat zo'r ustunlik turib kelayotgan shirkat edi. Bugun setib olish markazini Vietnamga yetkazdi. Jungo'da ba'zilar shundoq deyishi mumkin. Qarama. Walmartdan Jungo'dan chekinishi ayrim ahvol. Yana diqqat qilingki, bu hargiz ayrim hodisa emas. Yer şarılışış musabisi tez süratlik yolga kirib kelganda dunyoviy cho'ng shirkatlar siyosetini tartibga solib yangi taraqqiyot puristini izlaydi. Bu Abdurning xabar yozuvchi Abdurning fikri. Yo'q, Abdurning fikri emas ekan juma. O Jungo'likning fikri ekan, Jungo'ning jamoat fikri ekan. Puristi izlaydi. Bu biz duch kelgan reallikdir. Hazır Jungo'liklar, Jungo'nun bozori, Jungo iqtisod duch kelgan reallikdir. Şunu ko'rishimiz kerakki, Jungo yanala fursat bilan to'lib toshgan bozordir. Mana bu qip qizil yolg'onchilikda. Men boshlayim dedim, setib elish kuching bormi yo'q dedim. Fursat, o qo'y gapni. O falsafiy gaplarini qo'yib qo'y. Setib elish kuching bormi yo'qmi? Saqlab qola oladingmi? Setib elish kuchini o'stira oladingmi? Taraqqiy qildira oladingmi? Gap mana bu bozorning kuchi setib elish kuchi. Setib berish kuchi emas, setib elish kuchi bu bozorning kuchi. Bu hozir Jungo jamiyat duch kelgan reallikdir. Shuni ko'rishimiz kerakki, Jungo yanada fursat bilan to'lib toshgan bozorda yuqori degandek biz ching turdiganlar bo'lsak, faol taqobil turdiganlar bo'lsak, cho'qim krizisni fursatga aylantira olamiz. Bu Jungochi umidvorlik. Jungo kompartiyasicha umidvorlik. Reallikdan olqigan, o'zi deb turib, reallikka duch keldik deb turib, reallikdan dajigan, reallikdan chekingan, reallikning nima ekanligini og'izdan chiqarishga jur'at qila olmagan bir Jungolikning biz krizisni fursatga aylantira olamiz deganlik. Bu Jungoliklarning gapidir. Endi xabar yozuvchi nima deydi? Mana diqqat qiling. Walmartning Jungodan chekinishi bizga intayin zo'r signal berdi. O'zgarish davriga kirib kelganda, o'zgarishga yuzlanganda biz ham hushyor bo'lishimiz kerak, biz ham ishonchga ega bo'lishimiz kerak. Reallik oldida hushyorligimizni o'stirishimiz kerak. Mumkinmi? Balki mumkindir. Reallik oldida ishonchga ega bo'lishimiz kerak. Bu ishonch qanday? Ishonch iqtisodiy asos kuchi ustiga qurilgan ishonchmi? Yoki Jungo kompartiyasi Jungoning qaynoq siyosiy ustiga qurilgan ishonchmi? Nereden keldigan ishonch? Yoki o'zining iqtidoriga ishongan ishonchmi? Yoki hozirgi zamon fan texnikasi bilan aytganda qanchalik iqtidoring bor? Nereden keldigan ishonch? Lekin bu yerda eshib qolgan nima? Jungo o'zgarish davriga kirdi. Jungo o'zgarishga yoki shu reallikka duch keldi. Endi sening faol harakatingni bo'lish kerak, boshda aytganingdek. Endi sening taqobil turadigan tadbiringni bo'lish kerak, ya'ni o'zing aytgandek. Qani bu taqobil turishing bilan bu yuzlangan reallikni qandoq bir taraf qilish, iqtidoringni hozir zamon yana voqea belgilaydi. Agar shu narsa Jungolikning qo'lida bo'lsa, bu xabar Walmartning Jungodan chekinishi
Xəbəri tarqılış bilan hazır. Bazar Cungo'nun içki bazarı. Xalqara bazar zor təvrəşki yüzləndi. Və kişilər bu yıl qış, şivirğanlıq qış yetib gəldi. Və təyyarlıq qilishimiz gerek dedi. Yəni bir ciddi xəbər bunda qəndə vətəndaş. Anlağı, mavzu avval Beijing yeşil çıraq yakıp verdi. Amerika'nın en çoğun pul muamele şirketi katta baş şirketi ve işi de eğer Mastercard ki İngilizce şu basa Mastercard ne Jungo bazarıga kirişi tasdiqlandı. Küçük mavzumunda Amerika Jungo uçuruşup 48 saat ötmey. Jungo taraf Amerika pul muamele katta baş şirketiga yeşil çıraq yakıp verip Jungo bazarıga kirişini tasdiqladı. Mavzula xabar 11. ayının 20. günü Vanway torbitida e'lon qilindi. San Fransisko söhbeti. San Fransisko söhbetining avvalgi 2 kun ichida San Fransiskoda o'tkazilgan yana bir söhbet Amerika Qo'shma Shtatlari Moliya ministri Janet Yellen xonim Jungo'ning Xeliping iqtisodga mas'ul amaldori Xeliping 2 nafar davlat arbobi suhbatlashib avval iqtisodiy masalalarni hal qildi deylik. Shundan keyin andin prezident Joe Biden bilan Jungo'ning raisi Xi Jinping San Fransisko suhbatini boshladi vatandosh. Şu aralıkta qancha vaqt deydi? 48 saat o'tmay Amerika'nın Vanshida yani Mastercard şirketi Jungo bozoriga kirdigan bo'ldi. Jungo Xalq Bankisi nazorat pul muomala nazorat gruppasi bu tasdiqnomani ya iltimosni tasdiqladi. Amerika'nın Vanshida şirketi iltimos qildi Jungo bozoriga kirishga. Yuqorida bu bankalar ve nazorat organları bunu tasdiqladi. Ticaret kenişkisi tarqitib berdi. Demek Amerika'nın pul muomala organi Jungo'ga kirib keldi. Yuqorida nima dedik? Dunyoda 200 davlat ve rayonda Amerika Qo'shma Shtatlari Vanshida yana Mastercard şirketining 260 organi butun dunyoda. Demek bunu nima deymiz? Dollarning kuchi dünya iqtisodini kontrol qilib turayotgan dollarning kuchi nega bora olaysiz? Men arliq nima dedim? Jungoluq ne? Amerika mushagi kelisen deydi, kelisen, ketsen deydi, ketsen. Bugün bunu 19. günü Johnson'ca efendi nima dedi? Amerika'dan ayrılıp Jungo degan davlat mavjud bo'lib tura olmaydi dedi. Jungo degan davlat yok dedi. Men desem işenmeydim meni hem haşilidir. Jungo karıştırıyotgan adam deydi. Johnson'caymış undaq. Lekin onun devleti var, onun hukuku var da benim hukukum yok da vatandaş. Şu Johnson'ca nemi dedi? Sen Amerika'dan ayrılıp hiç dememez. Jungoluk sen hiç dememez. Ben bunu nemi degen tem vatandaşım? Kilisen deymen kilisen, kitsen deymen kitsen. Özü kelge yala, özü ketke yala. Amerika Qo'shma Shtatlarining Jungo'ga tutgan muomalasi. Men bu ikki jumla so'zlar isbotladim. Boshqa yalan bilmayman. Juma vatandoshlarni qanday qildiganligini. Mana shunday gap. Hozir endi mushu so'z bilan hozir deylim. Vanshida Mastercard banka pul muomala shirkati Jungo'ga kirdi. San Fransisko Amerika Jungo suhbati ko'p sohalar bo'yicha o'rtaq tunish hosil qilib Jungo Amerika munosabatini o'zaro foyda yetkazish bilan o'rtaq g'alaba qilishning mohiyatini isbotladi. Bu o'zaro foyda yetkazishlar o'rtaq g'alaba qilish bu Jungoluqlarning dogma. Dogma siyosati, ya'ni yadlab olgan, qeliplashgan siyosat. Shuning mohiyatini Jungoluqlar bu isbotladi. Suhbat oxirlashib 2 kundan keyin Amerika'nın pul muomala katta baş şirketi Vanshida yani Mastercard'ning Jungo bozoriga kirishi tasdiqlandi. Jungo Xalq Bankisi torbiti bunda xabar qildi.
qonun nizomlarga asoslanganda bu banka Jungo Xalq Bankisi va mamlakatlik pul muomala nazorat boshqarish bosh idorasi tekshirib va ishida, ya'ni Mastercard shirkatining Jungoda tijorat qilish iltimosini tasdiqladi va tijorat kengashi tarqatdi. Xabarda mundaq ko'rsatildi va ishida, ya'ni Mastercard shirkati davlat alqigan turset shirkatdir. Pul muomala mulozimati bilan shug'ullanadi. Bosh shtabi Nyu-York shahrida 1966-yil qurilgan davlat alqi pul chiqarish, statistika tahlil qilish qatorliq pul muomala mulozimat ishlari bilan mulozimat qiladi. Bu shirkatning mulozimlari va mulozimat qilish doirasi dunyoda 200 davlat va rayonga joylashgan 260 dan ortiq pul muomala organi bor. Bu organlar pul bilan ta'minlaydi, savdo fursatlari bilan ta'minlaydi, o'zaro hamkorlashadi. Mastercard yana vanshida ning yetib kelishi bilan Jungo pul muomala bozori echib etiladi. Shuning bilan Jungo iqtisodi qayta tiriladi. Vanshida yana Mastercard Jungo iqtisodining taraqqiyoti zo'r hassa qo'shadi. Xo'sh, Jungo apandim echib etdingiz. Amerikaning pul muomala shirkati Jungoga kirdi. Hisobda butun dunyo Amerika Qo'shma Shtatlarining pul muomala shirkati vanshida Mastercardning kontrolli qastiga davrayli bizda qo'polg'a gapimiz kechiring Jungo kontrolli qastiga tushdi. Yana qo'polroq bir jumla qilsam qanaydin bo'g'di. Xaponman Jungo, hargiz xaponman bu yo'l bu. Siz tanlab oladigan yo'l, siz muqarrar mangadigan yo'l, siz qabul qiladigan yo'l bu mumkin emas. Hozir Johnson nima dedi? Amerikadan ayrilib sen hech narsa emas. Mening deganim sen davlatmi emas, dedi Johnson. Shuni siz muqarrar mangadigan yo'l bu. Endi hozir men shunday savol qo'yayki, Mastercard pul muomala shirkati Jungoning bozoriga kirdi. Jungnanxay Google qachon kirdi Jungoning bozoriga? Facebook qachon kirdi Jungoning bozoriga? Instagram ya'ni shunday bir shirkat qachon kirdi Jungoning bozoriga? Twitter qachon kirdi Jungoning bozoriga? Masalan, bu yerda bu meg'izga ilindi. Ideologiya va axborot ishlari. Agar erkinlik berilmasa, bu yo'l echib etilmasa, Mastercardning Jungoga kirishi va pul muomala sistemasini kontrol qilishi va Jungo iqtisodini taraqqiyot iziga elib chiqishi kerak narsa nima? Puldan boshqa yana eng muhim kerak narsa bor. U nima? Uchur. Hozir qizman uchuri, fan texnika uchuri, iqtisod, savdo, taraqqiyot uchuri, almashtirish uchuri. Bu narsa qayerdan keldi? Matbuotdan keldi, qayerdan keldi? Torbatlardan keldi. Agar sen buni qo'yib etmasan, qandoq bo'ladi? Yana yomon qiltaqqa tushib qolding, kelib qolding ishning oldi bo'sog'ining tubiga. Junaqay, bugun men ishonamanki, ham talab qilamizki, bizdagi odamlar Amerikaning Mastercard pul muomala shirkati Jungo bozoriga kirgan ekan, yuqorqi shirkatlar Amerikaning Google, Facebook, internet bu shirkatlar o'xshashli Jungo bozoriga kirish kerak. Bu bizning talabimiz emas, taraqqiyotning muqarrar yuzlanishi. Iqtisod bir qadam olgan ekan, ideologiya va jamoat fikrini bir qadam izbosib kelishi kerak. Qaydimi shu dunyoda vatandosh?